Demak, autizmni 2-darsligini boshlaymiz. Bu darsligimiz onalar uchun, ya'ni mana shunday farzandlarni onalari uchun ma'lum bir yordamini beradi. Ma'lum bir emas, agar siz yaxshilab tushunsangiz, bu yerda berilgan vazifani siz bajarganingizda albatta siz natijani ko'rishingiz mumkin. Demak, xuddiki shuncha paytdan beri harakat qilasiz, lekin bo'shliqda harakat qilasiz. Biz siz bilan gaplashayotgan gapimiz meditsinaga bog'liq emas. Bu ya'ni ezoterik bilimlarga asoslangan holatda berilinayotgan efirimiz bu. Demak, siz har doim o'zingizdan borliqqa nima taratayotganingiz haqida va bo'shliq haqida va undan tashqari siz uchun maxsus berilinadigan praktikalar haqida gaplashamiz. Demak, boshlaymiz. Birinchi navbatda siz farzandingizni sog'ayishini xohlaysiz, lekin har ichingizda uni sog'lom emasligidan norozisiz. Tashqarida qilayotgan harakatingiz bilan ichingizda bo'layotgan harakatlar umuman bir-biriga mos emas, bir-biriga to'g'ri emas. Qachonki siz ichki dunyoyingizni o'zgartirishni boshlaysiz va bu dunyo tashqarida o'z namoyonligini ko'rsatadi. Ya'ni tashqi dunyo sizni ichki dunyoyingizni aks ettiradi xolos. Boshqa narsa yo'q. Demak, farzandingizni sog'lom bo'lishini xohlaysiz, lekin uni sog'lom emasligidan, uni tuzalmayotganidan, nima uchun u bunday ekanligidan, nimaga aynan sizni hayotingizda mana shunday voqea bo'layotganidan va ko'plab norozichiliklaringiz sizdan xuddiki radio uzatqichdek, radio to'lqindek borliqqa tarqaladi. Ya'ni yuqori olamga sizda har doim ichingizda kechayotgan jarayonlar sizdan tarqalib turadi. Va farzandini sog'ayishini aqlan xohlaydi, lekin ichidagi uzatqich uni sog'lom emasligida. Tushunyapsizmi? Sog'lig'ini sog'ayishini xohlaysiz, ichingizda uni sog'lom emasligi haqida to'lqin tarqatyapsiz. Bolam sog'lom emas, bolam sog'lom emas degan to'lqin tarqatyapsiz. Siz bu to'lqinga javoban farzandingizni sog'aymayotganini siz ko'ryapsiz. Demak, siz nima qilasiz? Birinchi navbatda mana shu farzandni sog'lom ekanligiga o'zingizni ishontirasiz. Bu oldi qochdi, ko'zbo'yamachilikka o'xshashi mumkin, lekin insonni Alloh shu qadar mo'jizalik qilib yaratganki, bizni taqdirimiz har doim yozilgan, o'sha yozilgan bo'ydan ketmaymiz. Bizni taqdirimiz, bizni hayotimiz, bizni qo'limizda ham. Biz uni duolarimiz orqali o'zgartira olamiz. Biz uni o'y, fikr, tafakkurlarimiz orqali o'zgartira olamiz. Demak, men sizga aytadigan bu bilim aynan sizni hayotingizni o'zgartira oladi. Qachonki siz mana shu narsaga ishonganingizda. Siz endi nima qilasiz? Endi tashqariga emas, ichkariga qaraysiz. Ichingizda o'zingizdan chiqayotgan to'lqinlarni yozasiz. Men hozir nimani his qilyapman deb bir daftarni olasizda, bu yerga ichingizdagi barcha narsani yozasiz. Inson ongida shunaqangi yozib tugatolmaydigan romandek shunaqangi ko'p ma'lumotlar, shunaqangi ko'p so'zlar borki, buni qalam yozib, daftarlar to'lmay, ya'ni yetmaydi kerak bo'lsa. Shu uchun birinchi navbatda aniqlashtirib olasiz. Siz farzandingizni o'z hayotiga qo'yib berasizda, o'zingiz bilan ishlashga o'tasiz. Ruchka va daftar bu sizni qurolingizga aylanadi.
siz ichingizdagi barcha narsani mana shu joyga yozib chiqarasiz. Men farzandim haqida nima deb o'ylayman? Shuni yozasiz. Men o'zim haqimda nima deb o'ylayapman? Men umuman hozir nimani o'ylayapman? Mana shu narsalarni yozib chiqaverganingiz sari sizni fikringiz qaysidir ma'noda, ya'ni xayolingizdagi fikrlar, kerakmas fikrlar tashqariga chiqadi. Chunki biz xohlayotgan narsaga erisha olmayotganimizni sababi ham bizda umuman kerak bo'lmagan, bizni na bu dunyoligimizga, na oxiratimizga kerak bo'lmagan ma'lumotlar to'lib yotibdi. Misol uchun siz kino ko'rasizmi? U yerdan bir dunyo ma'lumot olasiz. U joydan bir dunyo ongingizni o'zingiz bilmagan holda nastroyka qilib dasturlab tashlaysiz. Otalar so'zi, shunga o'xshagan, yurak ezadigan, ayanchli filmlarni ko'rasizmi? O'zingiz bilmagan holatda ana o'sha kino sizni hayotingizga ko'chib o'tish uchun o'zingizni dasturlaysiz. His qilyapsizmi, yig'layapsizmi, achinyapsizmi, uni so'kyapsizmi, yomon ko'ryapsizmi? Mana shu kino orqali siz o'zingizga mana shu vaziyatni yuqtirib olyapsiz. Sizni axborot maydoningizga bu ma'lumotlar kirdimi? Axborot maydonidan sizni energetik maydoningizga o'tadi. Energetik maydondan mana shu aqliy maydonga o'tgandan keyin o'sha sizni har bitta energetik tanalaringizga o'tib borliqdan o'sha tarqalishni boshlaydi. Zolim kelin yoki bo'lmasam bechora kelin-da, ya'ni mana shunaqangi og'ir hayot bizni hayotimizda nima uchun mavjud? Nimaga biz mana shu qiyin hayotda yashab qolyapmiz? Nima uchun hayotimiz hech bir o'nglanib ketmaydi? Chunki biz o'zimizni o'nglaganimiz bilan bizda tuganmas dasturlarimiz bor. Bu DNKdan, gendan, ajdodlarimizdan va tashqaridan, kinolardan, maktab, bog'cha, hamma joydan bizni ongimiz dasturlanib biz mana shunaqa o'zimiz uchun emas, mana shu dasturlar asosida yashab ketishni boshlaganmiz. Xuddiki mexanizmlashtirilgan mashinaga, mexanizmlashtirilgan robotga aylanib qolganmiz. O'zimizni mustaqil fikrimiz yo'q, mustaqil qaror qabul qila olmaymiz, mustaqil nimanidir harakat qila olmaymiz, nimadir to'sib turgan, nimadir ushlab turgan, nimadir xalaqit qilayotgan bo'ladi. Bular hammasi mana shu o'zimizni dasturlarimiz bo'ladi. Bu gaplarni autizmga nima aloqasi bor deyishingiz mumkin-da. Biz, ya'ni men bu mavzularni mana shu farzandlarni onasi o'zini o'zi o'stira olishi uchun, o'zini o'nglashi uchun beryapman. Ona qanchalik o'zini tuzatsa, farzand xuddi shuncha tuzalib boradi. 18 yoshgacha farzand onani karmasida yashaydi. Onani ichki his-tuyg'ularini aks ettirib yashaydi. Demak, onani ichki his-tuyg'ulari, uni dunyoqarashi, fikrlashi, tafakkuri o'zgargan sari avtomatik tarzda farzandlarni ham dunyosi o'zgarib boradi. Chunki u faqat onani aks ettirib beryapti xolos. Bola 18 yoshdan keyin o'zini hayotiy karmasiga, ya'ni karma bu taqdir ham deb ataladi. O'zini taqdirini yashay boshlaydi. Demak, nima qilamiz? Birinchi navbatda ichingizdagi sizga kerak bo'lmaydigan har bitta miyangizda aylanib yurgan narsani varoqqa ko'chirib uni yoqib yuboraverasiz, yoqib tashlaysiz. Va o'zingizni sizdan tarqalayotgan fikrlarni kuzatishni boshlaysiz. Mana shundan keyingina siz o'zingizni kuzata olasiz. Ungacha kuzata olmaysiz. Millionta har sekundda hayolingizdan har xil o'ylar, ertaga nima qilaman, o'tgan yil undoq bo'lgan, 10 yil oldin bundoq bo'lgan, kelajakda nima bo'ladi, shunaqa narsalar aylanaverganda siz qanday o'zingizni farzandingiz sog'lom bo'lishiga ishontira olasiz? Ichingizda g'alayon, aji-buji bo'lib yotgan bo'lsa. Bu praktikamiz
inson o'zini tozalab olsa, sokin holatga keltirib olsa va o'zini o'zi dasturlashi, o'ziga o'zi yangi programma kiritishi oson bo'ladi. Siz o'zingizni, fikrlaringizni o'zgartirasiz. Qanday qilib? Misol uchun, siz har doim farzandingiz sog'lomsiz ekanligidan ichki noroziligingiz bor bo'lsa, endi mana shuni bu tarafiga o'girasiz. Farzandim sog'lom. Sog'lom farzandni onasiman. Men sog'lom farzandni onasi ekanligimdan baxtiyorman. Meni farzandim borligidan baxtiyorman. Meni farzandim maktabda o'qiyotganidan baxtiyorman. Meni farzandim kelajakda mashinalar minib, uylar olib, judayam bir boy badavlat bo'lib ketganidan minnatdorman. Meni farzandim Qur'onni o'qib tugatganidan minnatdorman deb bugungi kundan, kelajakdan va hozirgi, ya'ni o'tmishdan minnatdorchilikni yozasiz. Bu yerda siz ishonasiz va shunchaki yozasiz. Qatta bu demaysiz. Shunchaki yozib chiqasiz. Minnatdorman. Sog'lom farzandim borligidan minnatdorman. Bu ya'ni o'tmishdan olyapsiz. Va kelajakdan olyapsiz. Meni farzandim Qur'onni o'qib tugatganidan minnatdorman. Meni farzandim boy badavlat bo'lib ketganidan minnatdorman. Meni farzandim shundoq ekanligidan minnatdorman deb mana shu minnatdorchilikni yozishni boshlaysiz. Va o'zingizni ko'zingizni yumib tasavvur qilishni boshlaysiz. Shunchaki tasavvur emas. Tasavvurni juda katta sirli jihati borki, qachonki siz unga amal qilganingizda, ya'ni mana shu sirdan foydalanganingizda tasavvurlaringiz hayotingizda jonlanadi. Demak, bizni ongimiz hayotda bo'layaptimi yoki o'tmishda bo'lyaptimi? Ya'ni o'tmishni eslayaptimi bu? Hozir bo'lyaptimi yoki shunchaki tasavvur qilyaptimi tushunmaydi. U har bitta narsani qabul qilib olaveradi. Hozir va shu joyda shu narsa bo'lyapti deb mana shu narsani qabul qilib olaveradi. Va qabul qilayotgan mana shu ma'lumotlari jonlanib hayotingizga ko'chishi uchun siz unga his tuyg'u berasiz. His berganingizda, ya'ni energetik uni his qilganingizda, energiya bu, ya'ni energiya uni jonlantiradi. Mana shu birinchi xuddiki siz qora qalamda rasm chizasizda, ya'ni tasavvurda qora qalamda rasm chizasiz. Va tasavvurni his bilan kuchaytirganingiz sari uni rangli bo'yoqlar bilan bo'yayotgandek bo'lasiz. Va unga ishonib, his qilib, haqiqatdan sog'lom farzandni onasi, mana shu farzandingiz sog'ayib ketgan, u sizga oyijon men sizni yaxshi ko'raman deyapti, sumkasini ko'tarib maktabga ketyapti yoki sumkasilarini bir tarafga osiltirib, haligi bolalar bilan urushib yoki futbol tepib hamma yo'g'ini chang qilib eshikdan kirib kelayotganlarini shunaqangi tasavvur qilib to'lqinlanib his qilgansaringiz, his qilasiz, buni davomli qilasiz. His qilgan saringiz anovi chizgan o'sha qora qalamda chizilingan suratingiz energiyangiz bilan to'laveradi va u jonlanishni boshlaydi. Ya'ni tashqi dunyo ichki dunyoni aks ettirganidek, sizni ichingizda sog'lom farzandni onasi qanday o'zini his qilayotganligi haqida tasavvur, tushuncha va energiya sizni tanangizda mavjud bo'lsa, sizni ichingizda mana shu narsa mavjud bo'lsa, tirik bo'lsa-da, ya'ni his qila olsangiz mana shu narsani, u sizni hayotingizga albatta ko'chadi. Chunki
Siz har doim hayotingizga yaxshi emas, har xil favqulodda vaziyatlar, har xil narsalar, bular ya'ni qo'rquvlar, nimadandir xavfsirashlar, nimadandir nolishlar, bularni qayta o'ylayverganingiz sari o'zingiz bilmagan holda ularni, ya'ni siz o'ylaganingizda xafa bo'lib ketasiz, ichingiz og'rib ketadi, yig'laysiz, nimadirlar bo'ladi. Ya'ni unga mana shunaqa energiya beryapsiz. Ko'ryapsizmi? Jonlantiryapsiz. Og'riqni ham jonlantirib hayotimizga ko'chiramiz. Mana shu yaxshi narsani ham biz jonlantirib hayotimizga ko'chiramiz. Biz mana shu bilimlarni bilmaganimiz uchun biz har doim biz uchun yoqimsiz bo'lgan vaziyatlarni, ya'ni jonlantirib hayotimizga ko'chirishni boshlaymiz. Shu uchun sizni fikrlaringiz sal teranglashib, fikrlaringiz tozalanib qolishi uchun birinchi yozib olish muhim. Ya'ni chiqindilarni, xayolingizdagi bema'ni chiqindilarni chiqarib tashlaysiz. Kimdan xafa bo'lgan bo'lsangiz, kimdir sizni ko'nglingizni og'ritgan bo'lsa, umuman hamma narsani chiqarib tashlaysiz. Kerak bo'lsa ana shu odamni nomiga xat yozasiz va uni yoqib tashlaysiz. Kimga aytolmay qolgansiz, kimda alamingiz qolib ketgan, kimdan nafratlanasiz, hammasini yozib chiqarib o'zingizni birinchi axlatlardan tozalab olasiz. O'zingizni mana shu keraksiz narsalardan tozalab olganingizdan keyin siz o'zingizga mana shu yangi dasturni kiritasiz. Ichingizdagi sog'lom farzandni onasi obraziga o'tasiz. Siz har doim shumpayib, boshingiz egib, g'amgin bo'lib yoki nimadandir alamzada bo'lib yurgan bo'lsangiz, farzandingizni nimasidan. Endi siz o'zingizni shundoq tetik tutishni boshlaysiz. Ishonasiz mana shu narsaga. O'zingizni tayyorlaysiz. Sog'lom farzandni onasi sifatida o'zingizni tayyorlaysiz. Ya'ni har bir narsa bizni hayotimizga biz tayyor bo'lgandagina kirib keladi. Agar farzandingiz sog'ayib ketsa, siz mana shunday og'riq, alam, g'azab, nafratni ichida qolib ketgan bo'lsangiz, ichingizdan qani birovga bizda yashirin nafrat ham bor, oshkora nafrat ham bor. Yashirin g'azab ham bor, oshkora g'azab ham bor. Siz tashqaridan chiroylikkina bo'lib yurganingiz bilan ichingizda yashiringan g'azab ham bu sizni hayotingizga aks bo'lib ko'rsatilaveradi, hayotingizga chiqaveradi bu narsa. Shu uchun birinchi navbatda ichimizni tozalab olishimiz muhim. Ya'ni biz tayyor bo'lishni boshlaganimizda mana shu narsaga o'zingizni qalban, ruhan, aqlan mana shu 3 birlik asosida tayyorlab olganingizdan keyin, tayyor bo'lganingizdan keyin siz albatta hayotingizga mana shunday sog'lom holatiga farzandingiz, ya'ni o'z aksini ko'rsatishni boshlaydi. Chunki siz tayyorsiz, ruhan tayyorsiz, aqlan tayyorsiz, qalban tayyorsiz. Bu ya'ni birinchi praktikamiz, birinchi vazifamiz mana shu. Bu yerda ya'ni bo'shliqni ham aytib o'tib ketdim orada. Ya'ni sizni ichingizda farzandingiz sog'ayishiga, sog'lom farzandni onasi bo'lishingizga yoki farzandingiz sog'ayishiga o'zingizdan hech narsa qilmasdan shunchaki bo'sh qozonga qarab olib, menga osh ber, menga sho'rva ber, keyin senga o't yoqaman, keyin senga nima produktlar tashlayman, oldin meni to'ydirib qo'y degan bilan baravar holatda o'tiribsizda hozir. Tushunasizmi? Ya'ni siz o'zingizni ruhan, qalban, aqlan hech qanaqasiga tayyorlamayapsiz-da. Shunchaki qachon meni bolam sog'ayib ketadi, shunda men o'zimni yaxshi his qilaman. Qachon mana shu bolam qatorga qo'shilib qoladi, shunda men o'zim bunday ichimdan shukronalikda bo'laman, minnatdorchilikda bo'laman deb o'tirganingiz, bu xuddiki bo'sh qozonga qarab olib, menga osh bersang, keyin senga o't yoqaman, menga osh bersang, keyin senga mana bu sabzi piyozlarni tashlayman deb o'tirganingiz bilan baravar. Siz mana shu oshni yeyish uchun uni qiladigan harakatlarini qilasiz.
Ya'ni harakat harakatni tortadi. Natija natijani tortadi. Shunday ekan, mehnat samarani tortadi. Shunday ekan, siz birinchi navbatda o'zingizni mana shunday tayyorlab qolasiz. Hamma narsani tayyor qilasizda, keyin o't yoqasiz, to'g'rimi qozonga? Siz tayyorlamasdan turib kutishingiz bu xuddi shunday bema'nilikka o'xshaydi. Demak, hozir men sizga ikkita praktika beribman-da, ikkita. Birinchisi minnatdorchilik va ikkinchisi o'zingiz bilan ishlash va tasavvuringiz bilan ishlash. Hech narsaga qaramang. Hech narsaga qaramang. Hammasi oldinda va hammasi go'zal bo'ladi. Faqat ishonish kerak.